man hech qachon qumda mana bunaqa krossovkada yurmaganman. Bu hammasi sizlar uchun. Sizlar videoni to'liq ko'ringlar. Bu hamma harakatlar faqat sizlar uchun. Assalomu alaykum. Bugun biz tog'ning uchida joylashgan Ko'pay oteliga keldik. Hozir sizlar bilan ichkariga kirib, polni obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hammasini bilib olasizlar. Kirishimiz bilan bizga shunaqa esdalik sovg'alar berishdi. Ichini ham ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Registratsiya qilgungacha sizlar bemalol turib, bu yoqda har xil limonadlar, freshlar, choziylar bo'ladi. Bu mehmonxonani dizayniga alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Sizlar registratsiyadan o'tib olguninglargacha bemalol bu yoqda kirib, mana bunaqa har xil yaxna ichimliklar va sniklar bilan mehmon bo'lib o'tirsanglar bo'ladi. Jardin tur bilan birga yur birgalikda dunyo kezaman. Aytganimizdek, bu mehmonxona tog'ning uchida joylashgan. Vidga o'zingizlar baho berasizlar. Tog' uchida joylashgani bilan dengizga bemalol lift orqali to'g'ridan-to'g'ri tushib boriladi. Biz birga eng go'zal joylarni ko'ramiz birga. Uchamiz chet elga, uchamiz chet elga. 5 yulduzli otelga hayotga kelasan-ku bir marta. Bu mehmonxona sizlar Priyo tarafida, tog' Priyo tarafida dengiz. Sizlar bittada kelganingizda ikki xil manzaradan bahramand bo'lsangiz bo'ladi. Qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Tog'ning uchida bo'lgani uchun havo juda ham toza. Bu mehmonxonani o'zini avtobusi ham bor. Bu avtobus bilan biz hozir Moskvaga ketamiz. O'zbekiston Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Dunyolar kezamiz, ketdik yur, ketdik yur. Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Bir Sizlar bilan birinchi videolarni shu tepada olib tushdik. Hozir mana avtobusga tushdik. Endi yana dashib ketamiz. xuddi shu chiroyli yo'lidan sizlar dengizga borasiz. Sizlar bunaqa otellarni bron qilish uchun, shunaqa otellarda dam olish uchun faqatgina jardin ibodat qiladi. Boshqa turlarda bunaqa otellar yo'q. Sharm el-Shayx, Dubay yoki Istanbul. Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Ishonching yoqlaydi, tilaydi senga oq yo'l. Jardin tur. Most bo'ylab yurib kelib, liftda dengizga tushdik. Hadi kichkina qizchalar bilan kelishyapti. Sizlar hali o'tiribsizlar, bolam kichkina deb bahona qiladi. Tinchroq joyga boraylik. Yuring. Jardin tur. Jardin tur bilan birga yur birgalikda dunyo kezamiz birga. Joylarni ko'ramiz birga. Uchamiz chet elga, uchamiz chet elga. 5 yulduzli otelga hayotga kelasan-ku bir marta. Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Dunyolar kezamiz, ketdik yur, ketdik yur. Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Bir marta yashaysan-ku davring sur, davring sur. Jardin tur, jardin tur, jardin tur. Antalya, Sharm el-Shayx, Dubay yoki Istanbul. Jardin tur.
olasizlar, shundoq dengizga tushasizlar, maza qilib cho'milasizlar. Bu yoqda даже imkoniyat cheklanganlar uchun ham alohida mana shezlonglar qilib qo'yilgan. Soat ertalabki 8:30 dan kech soat 6 gacha ham ishlaydi. Bar shu bichga qaraydi, hamma narsa tekin. Hozirlar yashayotganlar uchun. Hozir sizlar bilan shu joyga ko'ramiz. Dengizda cho'milib, plyajda zakar olib, chiqasizlar-da, shu joyda obedlanasizlar. Suv olib, Bu yoqda sizlarni har xil ovqatlar, mevalar, sabzavotlar, hamma ichimliklar bor. Bemalol xohlaganingizdek shu yoqda ovqatlanasizlar bo'ladi. salqingina muhit qilib qo'yishgan. Ovqatlarning turlari juda ham ko'p. Qaranglar, bu tomonda sut, bu yerda mana spagettilar. Otini bilmayman, lekin mazaliga o'xshadi. O'zinglar mana bunaqa gamburgerlar qolsanglar bo'ladi. Hammasi issiq, svejiy bo'ladi. Bu даже frilargacha bor. Va asosiysi juda ham mazali. Xudodan o'sha Hammani didiga mos xohlagan salatingiz bor bu yoqda. Без ограничений. Madina qasurda ichamiz. Farqi yo'q. Masalan, men olmali ichkim kelyapti. O'zi bularni turi juda ham ko'p ekan. Apelsin, olcha, olma, ananas xullas har xili bor. Soliymiz. Atilla o'zini persi bor. Bu yoqda tushganingizda mana shunaqa lejankalarda bemalol yotib ham dam olasizlar, ham yangi biznes ideyalar keladi. Toza havo, dengiz. Sizlarga har doim energiyada bo'lishi, sog'lom bo'lishi bitta sirini ochaman. Ko'p dengizda cho'milsanglar, sog'lom bo'lasizlar. Dengiz sizlarni hamma kasalliklarni o'ziga oladi. Aytgancha. Bu yerda skuter ham bor. Ko'rasizlarmi? Adrenalinni yaxshi ko'radiganlar bormi? Sizlarga ham zo'r narsalar topib qo'ydim. Qaranglar, bu yerda parashyut, skuterlar, snorkelinglar hammasi bor. Zerikib qolaman yoki zerikib yotaman deb umuman o'ylamanglar. Umuman zerikishga vaqtingiz bo'lmaydi. Sizlar bilan tashqarilarni to'liq aylanib keldik. Endi bo'lsa xonalarni room-tur qilamiz. Endi sizlarga family roomni ko'rsataman. Bu standart xona bilan deyarli bir xil, faqat sizlarga hozir bitta farqlarni ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, standart xona bilan bir xil. Lekin bizda bu yerda yana bitta sirli xona bor. Kelinglar. Xuddi bu xonadagi bu yoqda ham hamma sharoitlar возможностьlar bor. И alohida sanuzel bor o'zini. Ham dush, ham jakuzi. Balkon bir xil. Ha, balkon hammasi shu qanaqa ekan? Yaxshi tomoni, sizda umuman bo'sh vaqtingiz bo'lmaydi. Mana yoqda soat-soat har kunlik planlar qilib qo'yilgan, har xil qiziqarli o'yinlar, shoular, konsertlar bo'lib turadi. Qarab turib, yoqqaniga o'zingizlarning vaqtinglarni, tayinlarni to'g'rilab o'tsanglar bo'ladi. Hozir ham qornimiz juda ham och, lekin shunga qaramasdan sizlarga afzal ko'rsatmoqchimiz. Bu yerda nima ovqatlar bor, qanaqa ichimliklar, qanaqa shirinliklar bor, sizlarga hozir hammasini och qoringa ko'rsatamiz. Asosiysi bizda faqat chesniy o'zi bor. Bu restoranga kirishingiz bilan shirin ovqatlarning hidi ishtahanglarni qidirmaydi. Bizga ovqatlar
mehmonxonalarni eng katta plyusi nima bilasizlarmi? Bittagina non uchun assortimentni kattaligini ko'ryapsizlar. 5 yulduzli mehmonxonalarni plyusi aynan shunda. Assortiment judayam katta bo'ladi. Bu gostinitsani yana bitta plyus tomoni, hamma kuxnyaga mansub ovqatlar bilan birgalikda детский питаниyaga alohida e'tibor qaratilgan. Dieta qilmoqchi bo'lganlarga ham maxsus taomlar alohida tayyorlanmoqda. Men yarim soatga o'tgan ishlayman, ko'rasizlar. Kesinglar o'zim sizlarga mazali pastalar qilib beraman. Hamma narsalarga assortiment katta dedim bu. Masalan, salatlar. O'rnida pichoq bering. Shirinliklar, Sous zakuskalar. Mevalar. Telefon video. YouTube yozsam mana. Siz uchun. Yod bo'lib tushadi. Tepasiga qarab pishib bu atel ko'p harakat qilishi, yaxshi yurishi. Bu yoq o'sha hammasi ketgan mana. Villalar pastiga qarab toni ko'rasizlarmi? Tonimloq yonmachasiga tushgan bo'lsa, o'sha yerga villalarni qurishgan. Shu yerda mana shunaqa o'rmonzor, mana hamma yoq daraxt qarang, daraxt ko'pligini. O'rmonzor, hamma o'rmonzor ichida. Qizumi? Kelinglar obzor qilib beramiz. Har doimgidek obzorimizni ubорниdan boshlaymiz. Ubорнida hammasi kompaktni joylashgan. Bu yerda mana yuzinglarni yuvasizlar, doim qilingan. Sochuvlar har doim toza turadi. Shkafani ham bitta obzor qilib beramiz. Bu yerda mana seyf bor. Polkalar bor. Bu yerda mana shkafimizning davomi. Teshilkalar ham kiyimlaringizga bemalol yetadi. Bu yerda mana dam olishlar uchun kravat. Bu yerda mana dumaloq katta oyna. Agar mabodo chaqaloqlar bilan kelsanglar, shunaqa qo'shimcha kravat ham bor. Bu yerga bemalol 4 kishi 5 kishi joylashsa bo'ladi. Keling endi sizlarga balkonni ko'rsatamiz. Mayli, balkonni bular ko'rsata qoladilar. hadeb dachaga chiqib quradiganlar. O'sha pulga ozgina qo'shib turib, Jarzin tur orqali shunaqa bitda, shunaqa katta villada hamma sharoiti bor. Manza qilib dam olsanglar bo'ladi. Bu otel bir yoq tarafi tog', bir yoq tarafi dengiz. Hamma sharoit bor. Ozgina qo'shsanglar shu pulga Bir yoq tarafi bor. Ana qarang. Bu villamizning bir yoq tarafi tog', bu yog'i bog'. Hamma sharoit bor, tushunasizlarmi mana? Shart emas-da, hozir chorvoga chiqish. Mana o'sha Ozgina pul qo'shsa, o'shanda bu yoqda ham chutki dam olsa bo'ladi. Agar farzandinglar dam olishda miyalarni qoqib qo'yinglarga berayotgan bo'lsa, bu joy aynan sizlar uchun. Yetti ko'rsataman. Bu yoqda sizlar 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan farzandinglarni ertalabki 9 dan kech paytgacha olib kelib qo'ysanglar, xotirjam o'zingizlar dam olishlarga borsanglar bo'ladi. Yankalarni o'zligi bolalarga qarab berishadi. Sizlar bo'lsa er-xotin maza qilib dam olasiz. Bu yoqda bolalar o'ynaganda hamma sharoit bor. Undan keyin даже yuvintirishgacha ham sharoitni qilib qo'yilgan bolalarga. Masalan, biz bolalarimizni uyga tashlab kelganmiz. Bunaqa joy bor deb o'ylamadik. Agar bilganimizda o'zimiz bilan olib olardik, shu yerga berib qo'yardik. Maza qilib o'ynashardi. Ertalab berib kech payt olsak bo'lar ekan. Bu yerda oddiy o'yinlar emas, bolani, farzandlarning motorikasini rivojlantiradigan zo'r o'yinlar bor. Даже miyani chaqiruvchi shaxmat shashkalar ham bor, ko'rasizlar? Ertalabdan boshlab bolalarni o'zi har kun kutsa kerak. Bu yerga meni olib kelib tashlab keting deb. Mana
Mani bolalarimni bu yoqqa olib kelib qo'ysanglar, mazza qilib mashinani bo'yab devorlarini chizishadi. Agar sizlarning ham farzandinglar shunaqa devorlarga chizishni yaxshi ko'radigan bolalar bo'lsa, bu yerda rostdan mazza qilishadi. Безопасный attraksionlar ham bolalaringlar uchun shu zdaniyani ichida. Hozir sinab ko'rsatamiz. Biz hozir детский zonamizni 2-etajdamiz. Bu yerda faqat bolalar emas, kattalar ham zerikmaydi. Sinek var qara, so'raymi? Bizani shunaqa ichimliklar bilan mehmon qilishyapti. Undan tashqari sizga shu momentda qulupnaylar ham kelyapti. Faqat bizani emas, bu otelga kelgan hamma mehmonlarimizni har kun shunaqa chiroyli atmosferada, mana shunaqa limonadlar, mevalar bilan xursand qilib turishadi. Kech payt chiqqaninglarda chiroyli vidda ovqatlanib, bu yoqda ham o'tirsanglar bo'ladi. Bu vidda o'zini bitta ko'rganinglarni o'zida mazza qilasiz. Bir yoninglarda tog', bir yoninglarda tabiat. Boy gapda Qistirib o'tib ketaman. Har bitta otelda joy ko'ryapman. Merimi uchun ajoyib joy bu yoqda ham. Mamit, qarang, ko'rsating. Endi bu kekliklarni o'tga qo'yishgani borib barlar yeydi. Sizchi qachon Antaliyaga kelasiz? Ovqatlari juda ham zo'r, atmosfera juda ham chiroyli. Hamma sharoitlar qilingan, basseynlari juda ham ko'p. Vidda o'zingizlar ko'rib turibsizlar, xullas har taraflama menga eng yoqqan otel aynan shu otel bo'ldi. Bolalar bilan keladiganlar bolalarni shundoq berib qo'yib, детский plashatkasiga u yoqda hammasiga o'zligi qarashadi, ovqatlantirishadi, yuntirib qo'yishadi, xohlasanglar sizlar bemalol dam olsanglar bo'ladi. Otelni qayerdan bron qilaykin deb o'ylayotgan bo'lsanglar, albatta Jardin Turdan. Bor.